O'qotar burji uchun 2025-yil munajjimlar bashorati. Assalomu alaykum Astrastar Milo kanalining aziz kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Ramazon hayiti barchamizga muborak bo'lsin. Bugun Qavs, ya'ni O'qotar burji vakillari uchun 2025-yil Ilon yili uchun qiziqarli voqealarga boy goroskopni e'tiboringizga havola qilaman. Bu yil juda katta o'zgarishlar sodir bo'ladi, chunki eng katta og'ir planetalar bir burchdan boshqasiga o'tadilar. Dunyoda bo'ladigan bunday katta o'zgarishlar har 3, 7, 14 va 20 yilda sodir bo'ladi va insonlarning fokusini va yo'nalishini o'zgartiradi. 2025-yil sizga nimalarni olib keladi, qaysi sohalarda va qanday o'zgarishlar sodir bo'lishini izohlab beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, chunki faoliyatimizning rivoji aynan obuna bo'lishingiz, loyihalarimizga like bosishingiz va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirishingizga juda ham bog'liq va sizning fikrlaringiz biz uchun juda ham qiziq. Endi esa o'qotar burchlar uchun hisoblangan prognozimizga o'tib izohlashni davom ettiramiz. Bu yil o'qotar burchlarning hayotida ham juda muhim katta o'zgarishlar sodir bo'ladi. Siz uchun eng muhimi Yupiter qisqichbaqa burjiga kiradi. Sekin planetalar Saturn va Neptun qo'y burjiga kiradilar. Uran egizaklar burjiga kiradi va Pluton qovg'a burjiga o'tdi. Video davomida bularning sizga ta'sirini izohlayman. Keling avval sizning boshqaruvchi sayyorangiz Yupiter va Neptun haqidagi ma'lumotlarni aytaman. Sizning sayyorangiz taqdirning sovg'alari, omad, imkoniyatlar, yutuqlar va katta baxt planetasi Yupiter hali 10-iyungacha sizning 7-uyingizda sayohat qilishda davom etadi. 7-uy turmush o'rtoq, hamkorliklar, ochiq dushmanlar, munosabatlar, sud masalalari, shartnomalar va klientlar sektoringizda sayohat qilmoqda va sizga shu mavzularda o'z barakasini, imkoniyatlari va omadini olib kelishda davom etadi. Agar siz turmush qurmagan bo'lsangiz, bu davrda siz o'z jufti halolingizni uchratishingiz mumkin. Qarshingizga qo'li ochiq, barakali, ajoyib bir nomzod chiqishi mumkin. Yupiter qaysi sektorga kirsa, o'sha sektor mavzularni ko'paytirishi va kengaytirishi tufayli turmush qurishni istaydigan nomzodlar soni ham ko'payishi mumkin. Agar oilali bo'lsangiz, ushbu davrda turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz omadli bo'ladi, himoya kuchli bo'ladi, oilangiz kengayadi yoki turmush o'rtog'ingiz katta yutuqlarga erishadi va ishlari kengayadi. Balki uning tashqi ko'rinishi o'zgarishi, semirishi, egoizmi, imidji yoki stili va menlik tushunchasi ortishi va kengayishi mumkin. Shuningdek, endi sizning klientlaringiz va hamkorliklaringiz ko'payadi va ko'p omadli shartnomalarni tuzasiz. Chet el bilan bog'liq bir idora bilan shartnoma tuzish bo'lishi mumkin. Ochiq dushmanlar ham ko'p bo'ladi. Sud masalangiz bo'lsa, yutuqqa erishishingiz mumkin. Xo'p, bu yil Yupiter ham 10-iyunda burjini o'zgartiradi va endi u sizning 8-uyingizga kiradi. Yupiter endi qisqichbaqa burjida 1 yil davomida o'zining eng kuchli pozitsiyasida bo'ladi. Yupiter bu yerga har 12 yilda kiradi. Oldingi safar u 2013-yilda qisqichbaqa burjiga kirgan. O'shanda hayotingizda nimalar sodir bo'lgan va bu siz uchun eng muhim yuksalish yili bo'lishi mumkin. Demak, 8-uy bu soliq, kredit, aliment, meros, grant, stipendiya, hamkor yoki turmush o'rtog'ingizning daromadlari sektoringiz. Yupiter endi sizga shu mavzularda o'z barakasini va omadini olib keladi. Moliyaviy mavzulardagi barcha ishlaringiz xayrli bo'ladi. Bu davrda sizga o'zgalardan katta pullar kelishi, kredit, stipendiya, aliment yoki grant olishingiz mumkin. Sirli ilmlarga qiziqishingiz, daromadingiz, boyligingiz ortishi, turmush o'rtog'ingizning yoki hamkoringizning daromadi ortishi mumkin. Turmush o'rtoq bilan umumiy daromadlaringiz ortishi yoki ko'chmas mulk sotib olish bo'lishi mumkin. Sarmoyalar keladi yoki sizga meros qoladi. Balki davlat tomonidan sizga yordam beriladi. Ushbu davrda munosabatlaringizda yaqinlik ham ortadi. Homiladorlik bo'lishi ham mumkin. Yupiter sizga 10-iyundan to 2026-yil 1-iyulgacha shu mavzularda o'z omadini olib keladi. Shu mavzulardagi barcha ishlar xayrli bo'ladi. Yupiter qaysi sektorga kirsa, o'sha mavzularni kattaytiradi va kengaytiradi. Agar bu davrda sizda birni qo'yib 9ni olaman degan nafs o'yinlari bo'ladigan bo'lsa, uning negativi moliyaviy krizisli vaziyatni berishi mumkin. E'tiborli bo'ling. Aytgancha kreditlaringiz ham ortishi mumkin. Siz psixologiya, ezoterika, bank, moliya va jarrohlik bo'yicha ta'lim olishingiz ham mumkin. 2013-14-yillarga o'xshash holatlar bo'ladi, eslab ko'ring. Demak, u 8-uyingizda sayohat qilgan
bo'lganda sizning boyligingiz ortishi mumkin va agar siz moliyaviy mavzularda blogerlik qilsangiz, siz katta muvaffaqiyatlarga erishasiz va mashhur bo'lasiz. 25-iyunda yangi oy Yupiter bilan birlashgan holda chiqadi. Bu oilaviy qadriyatlarni oldingi planga olib chiqadi. 2025-yildan Saturn va Neptun Qo'y burjiga kiradilar, ya'ni sizning 5-uyingizga kiradilar. Sizning ikkinchi sayyorangiz Neptunning 5-uyga kirishi siz uchun ajoyib hodisa hisoblanadi, chunki siz o'qotarlar olov burjisiz va u olov elementi Qo'y burjiga kiradi. Neptun 14 yildan beri sizning 4-uy, ota-ona, oila, sulola, turar joy, ko'chmas mulk va ko'chishlar sektoringizda edi va bu borada sizga o'zining noaniq yoki tartibsiz, yolg'onlar, tushunarsiz vaziyatlarni berayotgan edi. Endi u ushbu 4-uyingizdan chiqib ketadi. Bu umringizda bir marta sodir bo'ladigan holat, chunki Neptun zodiakni 165 yilda bir aylanib keladi va har burchda 14 yilga yaqin sayohat qiladi. O'tgan 14 yil mobaynida sizning ota-onangiz bilan munosabatingizda yoki oilangiz bilan bog'liq tartibsizlik yoki noaniqlik mavjud edi. Ko'chmas mulk borasida tushunarsiz holatlar bor edi. Qayerda yashashingiz noaniq edi, balki ota-onangiznikida yashadingiz. Qandaydir umidsizlik va kutishlar bo'ldi. Balki ko'p ko'chishlar bo'ldi yoki chet elda yashashda hujjatlar bilan bog'liq noaniqlik, kutish davri yoki tartibsizlik mavjud edi. Ehtimol oiladagilar san'at ijodga, musiqa va kinoga qiziqishdi, chet tilini o'rganishdi, sayohatlarda bo'lishdi yoki shifo mavzulari bo'ldi. Endi hammasi yaxshilanadi. Endi Neptun bu sektordan chiqib 30-martda 5-uyingizga kirdi va 22-oktyabrgacha qoladi. Keyin to'xtab retrograd holatga o'tadi va keyingi 2026-yildan boshlab butunlay shu sektoringizda sayohat qiladi. Endi ota-ona, oila, sulola, turar joy, ko'chmas mulk va ko'chishlar borasida hammasi oydinlashadi, parda ko'tariladi, yolg'onlar fosh bo'ladi va barcha tumanlar yoyilib ochilib ketadi. 5-uy esa sevgi, muhabbat, farzandlar, shaxsiy biznes, hobbilar, ijodkorlik va dam olishlar sektoringiz. Neptun sizga yorqin aktyorlik iste'dodi, tomoshabinlarni boshqarish va onga ta'sir o'tkazish qobiliyatini beradi, lekin ayollarda homiladorlik masalasida chalkashlik va tushunarsiz holatni keltirib chiqarishi mumkin. Endi sevgi munosabatingizda, farzand bilan bog'liq va shaxsiy biznesda noaniqliklar, tartibsizlik yoki aniq bo'lmagan tushunarsiz holatlarni berishi ham mumkin. Neptun cheksiz sevgi, ilhom, ijodkorlik, xayollar va inonchlar sayyorasi. Ehtimol farzandingiz yaratuvchanlik, san'atkorlik va ijodiy qobiliyatlarni qo'llashni boshlaydi va uning ijodi gullab yashnaydi. Hobbi va qiziqishlaringiz cheksiz, chegarasiz bo'ladi. Shaxsiy biznesingiz esa yashirin ishlar, psixologiya, meditsina, gaz, suv bilan bog'liq ishlar, chet tili, parfyumeriya, kosmetika, san'atga oid musiqa, raqs yoki diniy-ma'naviy ishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Balki ijodiy va dizaynerskiy ishlar bilan bog'liq bo'ladi. Siz tez-tez ko'rgazmalarga, konsertlarga va konferensiyalarga borasiz. Ko'proq daryo va dengiz bo'yida dam olasiz va ma'naviy hordiq chiqarasiz. Hatto barcha sevgi, ilhom va ijodkorlik ishlarida sizga mashhurlikni olib kelishi ham mumkin. Riskli ishlarda yutuqlarni berishi ham mumkin. Shuningdek, bu sevgida kuchli romantik fantaziyalar ichida yashashdir. Haqiqatga duch kelganda esa achchiq pushaymonlik bo'ladi. Bu davrda siz spirtli ichimliklar va psixotrop dorilardan uzoq turishingiz kerak, chunki bunda Neptun oyni zaharlaydi. Siz uchun oshiq bo'lish juda muhim bo'ladi. Bo'lmasa sizning tuyg'usiz iste'dodlaringiz yerga ko'miladi. Eng negativ jihati, siz sevgi munosabatingizda hiylakor, yolg'onchi, xiyonatkor, alkogolik, kasal yoki nogiron inson bilan qarshilashishingiz mumkin. Sevgi uchburchagi bo'lishi ham mumkin. Ammo sevgi va farzandlar borasida ilhom sizga motivatsiya beradi. Karmik vazifangiz diniy, ma'naviy va axloqiy prinsiplarni rivojlantirish, yolg'ondan uzoq turish, adolat qoidalari bilan o'ynash va sport bilan shug'ullanishdir. Siz uchun eng muhim hodisa Uran sayyorasi 2018-yildan beri sizning 6-uyingizda ish, salomatlik, kundalik rejim, mas'uliyat va majburiyatlar sektoringizda sayohat qilayotgan edi. Uran beqarorlikni, risklarni, kutilmagan syurprizlarni, erkinlik, katta o'zgarishlar, yangiliklar va tez-tez bo'ladigan o'zgarishlarni bildiradi. Ehtimol 7 yildan beri sizning ishingizda kutilmagan syurprizlar yoki beqarorlik bo'lyapti, salomatligingizda katta o'zgarishlar bo'lyapti yoki kasbingizda, ishdagi majburiyatlaringizda o'zgarishlar bo'lyapti. Uranning zodiakni bir aylanib kelish sikli 84 yilni tashkil qiladi va uning bu sektoringizga qaytishi 84 yildan keyin bo'ladi.
Endi 7-iyuldan boshlab Uran 2033-yilgacha sizning 7-uyingizga kiradi va bu yerda yangi 7 yillik siklini boshlaydi va endi sizda munosabatlarda yangi o'zgarishlar boshlanadi. Uran kutilmagan syurprizlar, yangiliklar, o'zgarishlarni bildiradi. Endi sizning atrof muhitingiz o'zgaradi, munosabatda bo'ladigan insonlaringiz o'zgaradi. Turmush munosabatlaringizda ham o'zgarishlar bo'ladi. Agar turmush qurmagan bo'lsangiz, siz kutilmaganda turmush qurasiz. Turmush o'rtog'ingiz chet ellik yoki boshqa millat vakili bo'lishi mumkin yoki sizning yoshingizda farq bo'ladi. Ushbu davrda muloqotlaringiz ortadi va yangi hamkorlar bilan tanishasiz. Ko'p shartnomalarni imzolaysiz. Agar turmushdagi munosabatlaringiz sizga yoqmasa yoki qiyin bo'lgan bo'lsa, endi turmushda kutilmagan syurprizlar yoki beqarorlik bo'lishi, Uran erkinlikni timsol etgani uchun kutilmaganda ajrashish yoki ayriliq bo'lishi mumkin. Balki u sizga erkin munosabatlarni beradi yoki sizlar boshqa mamlakatlarda yashaysiz yoki uzoqda har kim o'z uyida yashashi va kamdan kam ko'rishishingiz mumkin. Xullas, kelgusi 7 yil mobaynida munosabatlaringizda qandaydir beqarorlik yoki noodatiy bir holat bo'ladi. Hamkorlar bilan kutilmagan riskli ishlarga kirishasiz. Ehtimol siz chet ellik hamkorlar bilan ishlaysiz va kutilmaganda katta shartnomalarni imzolaysiz. Sizga yoki turmush o'rtog'ingizga kutilmaganda ko'tarilish imkoniyati va yutuqlar keladi. Aloqalar, muloqotlar, savdo-sotiq, aql-hush, qisqa sayohatlar, elektronik jihozlar va transportni timsol etuvchi Merkuriy 15-mart kuni retrograd holatga o'tdi. Merkuriyning retrograd harakatlari davrida albatta yangi ishlarni boshlamaslik, muhim qarorlar qabul qilmaslik va katta xarajatlar qilmaslik kerak. Chunki bunda muammolar, takrorlashlar, xatolar, uzilishlar kuzatiladi. Retrograd davr ishlarni tugallash, takrorlash, qayta ko'rib chiqish, xatolar ustida ishlab yaxshilash davridir. Demak, Merkuriy qachon retrograd harakatida bo'lishini o'zingizga yozib qo'ying. Merkuriy 15-martdan 7-aprelgacha sizning 5-uyingizda retrogradda bo'ladi. Bunda sevgi, muhabbat, farzandlar, shaxsiy biznes, hobbilar, ta'til va dam olishlar mavzulari takrorlanishi mumkin. Sevgi munosabatlaringiz qayta ko'rib chiqiladi, shaxsiy biznes muammosi paydo bo'lishi, ishingiz to'xtashi, kechikishi mumkin. Xatoliklar kuzatilishi mumkin. Farzandlaringizning masalasi haqida yaxshilab o'ylash uchun yaxshi davr bo'ladi. Sobiq sevganingiz sizni eslashi mumkin. Qiziqishlaringiz yoki ta'til mavzusini qayta ko'zdan kechirish bo'lishi ham mumkin. 18-iyuldan 11-avgustgacha Merkuriyning retrograd holati sizning 9-uyingizda. Bunda ta'lim, din, sayohatlar, chet el, sud yoki yuridik hujjatlar bilan bog'liq mavzular yuzaga chiqadi. Ehtimol bunda biron bir yuridik hujjatlarni qo'lga kiritish uchun ko'p e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Balki chet el bilan bog'liq ishlarni qayta ko'rib chiqasiz va nimanidir yana takrorlaysiz. Sud masalasi yoki ta'lim bilan bog'liq mavzularda to'xtalish, takrorlash va kechikishlar bo'lishi mumkin. O'qishda o'zgarishlar qilishingiz va imtihonlarni qayta topshirishingiz mumkin. Rejalar o'zgarishi yoki sayohatlar kechikishi mumkin. Balki oldin borgan joylarga sayohatga ketasiz yoki diniy joylarni ziyorat qilasiz. Va Merkuriy oxirgi marta 10-noyabrdan 29-noyabrgacha O'qotar burjida sizning 1-sektoringizda retrogradda bo'ladi. Bunda sizning shaxsiyatingiz, menligingiz, tashqi ko'rinish va imijingiz bilan bog'liq mavzularda takrorlashlar va kechikishlar kuzatiladi. Munosabatlar mavzusi, turmush o'rtoq va hamkorlar bilan munosabatlarda yana nimadir takrorlanishi mumkin. Ko'zdan kechirilishi, munosabatlarda to'xtalish bo'lishi ham mumkin. Balki siz o'tmishdagi munosabatga qaytishni o'ylaysiz. Rejalaringiz o'zgarishi mumkin. Balki siz yana o'z qadr-qimmatingiz haqida o'ylaysiz yoki oldingi stilingizga qaytasiz. Biron bir boshlang'ichlarni boshlashda kechikishlar bo'lishi ham mumkin. Energiya, kuch, harakat, faollik, shijoat va liderlik planetasi Mars 8-uyingizda ko'p vaqtdan beri sayohat qilyapti. Aniqrog'i o'tgan yil sentyabr-oktyabr oylarida va yanvarning boshidan beri Mars bu yerda sayr qilyapti. Lekin Mars 2024-yilning oxirida 7-dekabrda retrograd holatga o'tgandi va uning orqaga qaytishi bu yil 24-fevralgacha davom etdi. Ushbu retrograd davrida sizlarga energiya, shijoat, kuch-quvvat yetishmasligi, qandaydir agressiv holatlar takrorlanishi mumkin. Ayniqsa u sizning 8-uyingizda bo'lgani uchun soliq, kredit, krizislar, aliment, meros, grant, stipendiya, hamkor yoki turmush o'rtog'ingizning daromadlari bilan bog'liq biron bir mavzular takrorlanadi yoki orqaga ketadi.
balki bir kelishmovchilik, kechikish, to'xtalishlar bo'ladi. Ehtimol siz hamkorlikdagi daromadlar uchun, biron bir krizisni hal qilish uchun yoki meros uchun kurashasiz yoki ko'p kuch sarflaysiz. Mars bu yerda operatsiyani berishi ham mumkin. Balki bu davrda kreditlarni yopasiz yoki daromadlaringizni qayta ko'zdan kechirasiz. Balki siz sobiq sevganingiz bilan uchrashasiz. 24-fevraldan boshlab esa shu sohalarda ishlar o'ngidan kelishni boshlaydi. Siz o'tgan yildan beri boshlagan qandaydir bir loyihani amalga oshirishga harakat qilasiz. Mars 19-aprelgacha ushbu sektoringizda sayohat qiladi va bu davrda siz daromadlar bilan bog'liq ishlarga kirishasiz. Sizning pullaringiz ortadi va krizislarni, qarzlarni hal qilasiz. Oilada bir erkak kishi bilan bog'liq moliyaviy yoki krizisli holat tuzatiladi. Oilaviy ishlarda juda faol bo'lasiz. Venera ham bu yil 2-martdan 13-aprelgacha retrograd holatda bo'ladi. Venera retrograd paytida 2-martdan boshlab 40 kun davomida turmush qurish, go'zallik protseduralari va pul bilan bog'liq operatsiyalarni o'tkazish, sarmoya kiritish tavsiya etilmaydi, chunki keyin pushaymonliklar bo'lishi mumkin. Venera sizning 5-uyingizda retrograd holatda sayr qilmoqda. Bu davrda sobiq sevganingiz sizni eslashi mumkin. Sevgi munosabatingizni yoki farzandlarning hobbilarini muhokama qilasiz. Sizga sevgi yoki huzur, halovat yetishmasligi mumkin. Qiziqishlaringizni qayta ko'zdan kechirasiz. Shaxsiy biznes bilan bog'liq ishlarni ko'rib chiqasiz. Balki siz oldingi munosabatlarga qaytasiz, urushganlar bilan yarashasiz. Dam olish yoki o'yin kulgu mavzulari kechikishi mumkin yoki oldin borgan joyga dam olishga borasiz. Balki pul masalasida kechikish bo'ladi. Farzandingizning bir mavzusi takrorlanadi. Martning oxirida va aprelda yana fevral oyidagi oila, ota-ona, ko'chmas mulk bilan bog'liq pul mavzulari takrorlanadi. Venera 30-aprelda yana 5-uyingizga qaytadi va 6-iyungacha qoladi. Ushbu davrda sizni e'tiboringiz ko'proq sevganingizga, farzandlar yoki hobbilaringizga va shaxsiy biznesga qaratiladi. Dam olishlaringiz ortadi, sevgi munosabatingizda romantika ortadi va garmoniya bo'ladi va farzandingiz bir natijalarga erishib sizni xursand qiladi. Shaxsiy biznesingizda daromadlar ham ortadi. Karmik tugunlarga kelsak, 2025-yilda 4 ta tutilish sodir bo'ladi. Tutilishlar yangi oy yoki to'lin oyning oy tugunlariga yaqin turganida sodir bo'ladi. Bunda biz istasak-da, istamasak-da karmik oy tugunlari taqdirimizni o'zgartirishadi. Demak, taqdirni o'zgartiruvchi karmik oy tugunlari o'qi 2025-yil 12-yanvardan burchlarni o'zgartirdilar va shimoliy oy tuguni Baliq burjiga 4-uyga o'tdi va janubiy oy tuguni Sumbula burjiga 10-uyga o'tdi. Bu xizmat qilish va salomatlik o'qi deyiladi. Karmik tugunlar har 2 burchda 1,5 yil harakatlanadilar. Shimoliy oy tuguni 12-yanvardan 2026-yil 27-iyulgacha sizning 4-uyingizda bo'ladi va 1,5 yil davomida sizning asosiy hayot yo'nalishingiz o'zgaradi va diqqat e'tiboringiz ota-onangiz, oilangiz va turar joyingizga qaratiladi. Demak, endi 12-yanvardan boshlab sizning taqdiringizdagi katta o'zgarishlar shu sohalarda yuz beradi. 4-uy ota-ona, oila, sulola, turar joy, ko'chmas mulk va ko'chishlarni timsol etadi. Demak, endi bu yil sizda uyingiz, oilangiz, ota-onangiz bilan bog'liq qandaydir katta o'zgarishlar bo'ladi yoki oila tarkibi o'zgaradi. Balki ularga ko'proq vaqt ajratasiz. Ko'chmas mulkingiz bilan bog'liq qandaydir o'zgarishlar bo'ladi. Endi siz yangi uyga ko'chishingiz mumkin. Balki siz uyingizni sotasiz yoki uy sotib olasiz. Onangiz siznikiga ko'chib keladi, unga g'amxo'rlik qilasiz yoki uning hayotida o'zgarishlar bo'ladi. Ehtimol siz ota-onangizni uyini sotasiz yoki ular boshqa joyga ko'chishi mumkin. Agar siz chet elda bo'lsangiz, uyingizga qaytasiz. Shuningdek, sizning karyerangiz va statusingiz, martabangiz o'zgaradi. Balki oilangizda o'zgarishlar bo'ladi va siz ishingizni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Xo'jayin o'zgarishi mumkin yoki sizni martabangizni oshirishlari mumkin. Albatta, inson yaxshi niyat qiladi, lekin karmik tugunlar endi sizga uy-joyingiz, karyerangiz, oilangiz va ota-onangiz borasida ehtiyot bo'lishni ko'rsatadi. Hayotiy saboqlarni shu mavzulardan olasiz. O'qotar burchlar, sizga maslahatim 1,5 yil davomida ota-onangizga g'amxo'rlik qiling. Ularga va oilangizga ko'proq vaqt ajrating va ko'chmas mulk masalangizni hal qiling. Ota-onangiz bilan sayohatga yoki sanatoriyaga boring. Ularga zarda qilmang, keng bo'ling va ko'proq Allohga taslimiyatda bo'ling. U eng yaxshisini bilguvchidir. Eng asosiysi oilangizdagilarning sog'lom ovqatlanishiga ko'proq e'tibor qarating. 18,5 yil oldin sodir bo'lgan hodisalarga o'xshash vaziyatlar yuzaga keladi. O'ylab ko'ring, hayotingizda 2006-2007 yillarda nimalar yuz bergan yoki
9 yil oldin nimalar sodir bo'lgan bo'lsa, o'shani teskarisi yoki natijasi bo'lishi mumkin. Ya'ni 2016-17 yillarda hayotingizda nimalar sodir bo'lgan eslab ko'ring. Xo'p, 2025-yil 14-martda birinchi oy tutilishi Sumbula burjida sizning 10-uyingizda sodir bo'ldi. Bu sizning ishingiz, karyerangiz, mavqeingiz, statusingiz va hayotdagi maqsadlaringizga ta'sir qildi. Otangiz bilan bog'liq bir mavzuda o'zgarishlar bo'ldi. Ishdan ketish, boshqa ishga o'tish yoki ishda martabangiz o'zgarishi va hayotiy maqsadlaringiz o'zgarishi mumkin. Ishingizda o'zingizni namoyish etishingiz mumkin. Obro'-e'tiboringiz mo'ljalda bo'ladi. Ishda vaziyat oydinlashadi va aniq bir qarorga kelish mumkin. Albatta, bu davrda barcha masalalarni tartibga keltirish, tozalash va hisob-kitob qilish kerak bo'ladi. Masalalarni amaliy va aql-hush bilan hal qilasiz. 29-martda Quyosh tutilishi Qo'y burjida sizning 5-uyingizda sodir bo'ldi. Bu o'sha boya aytganimday sevgi, muhabbat, farzandlar, shaxsiy biznes, hobbilar, ta'til va dam olishlar mavzulariga ta'sir qildi va o'zgarishlar boshlanadi. Bunda siz yangi hobbilar bilan shug'ullanishni boshlaysiz yoki farzand ko'rishni istaysiz. Ijodingiz gullaydi. Bu 5-uyingizdagi sodir bo'ladigan oxirgi tutilish bo'ladi va nimadir tugallanishi mumkin. Agar yolg'iz bo'lsangiz, siz kim bilandir tanishishingiz va sevib qolishingiz mumkin. Sevganingiz yoki farzandlar bilan bog'liq masalalar yuzaga kelishi mumkin. Krizisli holatlar va natijasini kutayotgan vaziyatlar tugaydi. Ta'tilga chiqing va ko'proq dam olib, madaniy hordiq chiqaring. Shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, odatda yangi ishlarni Quyosh tutilishidan keyin boshlashingiz ajoyib bo'ladi. Chunki astrologlarga ko'ra ikki tutilish orasida, ya'ni tutilishlar koridorida nimanidir boshlamagan ma'qul. Sababi ko'ngildagiday natijalarni olish qiyin bo'ladi va ba'zan ishlar xayrli bo'lmaydi. 27-martda hiyla nayranglarni bildiruvchi qora oy Lilith Chayon burjiga o'tdi va 9 oy mobaynida sizning 12-uyingizda sayohat qiladi. 12-uy uzoq yurtlar, sayohat, chet el bilan bog'liq ishlar, shifoxona, sanatoriya, yopiq joylar, izolyatsiya, izlanishlar, ezoterika, yashirin dushmanlar, yo'qotish va tugallashlar sektori. Qorong'u ehtiroslar malikasi Lilithning 12-uydagi pozitsiyasi eng murakkab va sirli joylashuvdan biridir. Fidokorlik va rahm-shafqat g'oyasining buzilishi paydo bo'ladi. Sizni keraksiz cheklovlarga undaydi. Uzoq yurtlardan, qorong'ulikdan va erkinlikni yo'qotishdan vahimali qo'rquv paydo bo'ladi. Masalan, kasalxonada yoki hatto uyda. Bunga dosh berishga urinib, odam teskari yo'ldan boradi, axloqiy qoidalarni buzishni boshlaydi, o't bilan o'ynashadi. Katta bir to'daning qurboni bo'lishi ehtimoli bo'ladi. 12-uydagi Lilith ongi ostingizning yorqin tomoni bilan aloqa o'rnatishga va ichki ovozni eshitishga to'sqinlik qiladi, ammo zulmat kuchlari bilan osongina aloqa qurish mumkin. Shu sababli Lilithning bu yerdagi joylashuviga ichki shaytonlar bilan jang deyishimiz mumkin. O'zining faol ta'sirida u odamni insofsiz, firibgarlik va tovlamachilikka moyil qiladi. Qo'lga tushmaslik uchun makkorlikda buzg'unchilik qilishni ma'qul ko'radi inson. U hamma narsada mistika va sirlarni yaxshi ko'radi, ko'pincha shubhali oqimga kirib qolishi mumkin. Ma'nosiz bir narsa uchun yo'qotish bo'lishi mumkin, nimanidir qurbon, fido qilishi mumkin. Sizga maslahatim 9 oy mobaynida moshenniklardan juda ehtiyot bo'ling. Lilithning ta'siridan qochishning eng yaxshi usullari xayriya ishlari bilan shug'ullanish va ochko'zlik va mag'rurlikdan uzoq turishdir. Boshqalarning manfaati uchun o'z manfaatingizni qurbon qilishni o'rganishingiz, boshqalarning fikrini tinglashingiz va doimo xayrli ishlar qilishga harakat qilishingiz kerak. Biroq mana shu yerda ehtiyot bo'ling. 20-apreldan 27-aprelgacha sizning muhitingizda qiyin bir hafta bo'lishi mumkin va bu atrofingizdagilar bilan ichki va tashqi janjalni misol etadi. Bunda Mars qiyin jihatlar hosil qiladi. Uning Pluton va Oy bilan qarama-qarshiligi va Lilith va Quyoshga kvadrati sodir bo'ladi. Bunda asabiy bo'lasiz va kutilmagan o'zgarishlar bo'ladi, rejalar buziladi. Bunda salomatlik masalasida, oilangizda, ota-onangizda yoki ish joyida bir agressivlik kuzatiladi. Tortishuvlar bo'lishi mumkin, sirlar oshkor bo'lishi, sizga tuhmat qilishlar yoki qoralashlari mumkin. Yashirin dushmanlar, soxta ishlar yoki dokument masalasida asabiylik bo'ladi.
Pul masalasida insonlar bilan tortishuv bo'lishi mumkin, lekin unutmang, bu avariyniy situatsiyalarni ham keltirib chiqaradi. Xatolar qilmang, janjalga aralashmang, chunki jahl chiqqanda aql ketadi. Yong'in va operatsiyalardan ehtiyot bo'ling, tahlikali kunlar. Bu sizga asosiy tavsiyam bo'ladi. Hech kim bilan umuman tortishmang. Bunday holat dekabrning oxiri va yanvarning boshida yuz bergandi. Siz qanday o'tganini yaxshi bilasiz. Sokin o'tkazishga harakat qiling. Saturn cheklov va to'siqlar, mas'uliyat va majburiyatlar, sinovlar planetasi ham 2023-yil 7-martdan beri sizning 4-uyingizda sayohat qilmoqda va u ham bu yerdan chiqib ketadi. Saturn 4-uyda umuman sizning ota-ona, oila, sulola, turar joy, ko'chmas mulk va ko'chishlaringizga bir cheklov qo'ygandir yoki sinovlarni bergan bo'lishi mumkin. Saturn qisqartirishni, cheklab qo'yishni va kamaytirishni yoqtiradi. Oila munosabatingizda sovuqlik va ota-ona borasida bir majburiyat berildi. Oila a'zolaringiz o'zgardi, balki turar joyingizni qisqartirdingiz yoki ko'chmas mulk hujjatlarida to'siqlar bo'ldi. Balki uyni remont qildingiz yoki ota-onangizning bir mas'uliyatini o'z bo'yningizga oldingiz. Balki aksincha bu borada katta mas'uliyat va majburiyatlaringiz juda ko'p bo'ldi. Bu yil endi Saturn ham 25-maydan boshlab 5-uyingizga kiradi va 2-sentyabrgacha shu yerda qoladi. Endi uning mas'uliyatlari, cheklovi, to'siq va sinovi sizning sevgi muhabbatingiz, farzandingiz va hobbilar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Saturn har bir burchda 3 yil sayohat qiladi. Bu yil sentyabrda u yana sizning ota-ona, oila, ko'chmas mulk sektoringizga qaytadi va keyingi yildan boshlab u butunlay 5-sektoringizda sayohat qiladi. Demak, endi sevgi muhabbat, farzandlar, shaxsiy biznes, hobbilar, ijodkorlik va dam olishlar borasida sizga bir sinov yoki majburiyatlar keladi. Ushbu davrda siz sevgi va farzandlar borasida ehtiyot bo'lishingiz kerakligini va ularga mas'uliyatli tarzda munosabatda bo'lishingiz kerakligini anglaysiz. Sevganingiz bilan munosabatlarda cheklov va to'siqlar bo'ladi yoki orangizda vaqtinchalik bir ta'til jarayoni yuzaga keladi. Agar sizning sevgi muhabbatingizda yemirilishlar bo'lib, ba'zi noxushliklar davom etib kelayotgan bo'lsa va jiddiylik va mas'uliyat tushunchasi bo'lmasa, Saturn ushbu munosabatingizni buzishi ham mumkin. Ayrilish yoki ma'lum bir muddat uzoqlashish davri bo'lishi mumkin. Yoki endi sevganingiz jiddiylashadi va endi turmush qurishingiz, farzand ko'rishingiz mumkin. Chunki Saturn bir mas'uliyat beradi. Sevgi va farzand sektoriga kirganda siz ular bilan jiddiy shug'ullanishingiz kerakligini va mas'uliyatda bo'lish kerakligini o'rgatadi. Ehtimol siz farzandingizga uy olishda yordamlashasiz yoki ular o'qishga kirish uchun imtihon topshirishadi. Shaxsiy biznesingizda siz ko'p mehnat qilishingizga to'g'ri keladi yoki ta'tilga chiqmasdan, dam olmasdan ishlaysiz. Ushbu davrda hobbilaringizga vaqt ajrata olmaysiz yoki cheklangan vaqt bilan shug'ullanasiz. Yoki endi sizning hobbingiz shaxsiy biznesingizga aylanadi. Ehtimol ish yoki dekret ta'tiliga chiqasiz va faqat uy yumushlari bilan shug'ullanasiz. Hayotingizga bir shaklda farzand mavzusi kiradi. Xullas, Saturn qisqartirishni, jiddiy mas'uliyatni yoqtiradi. Balki ushbu 3 yillik davrda romantik sevgi munosabatlaringiz bo'lmaydi. Ko'proq mas'uliyat va jiddiyat, hurmat bo'ladi yoki sizlar farzand ko'rish uchun harakat qilasiz. Lekin shuni ta'kidlab o'tish lozimki, Saturn olov burjiga kiradi va siz ham olov burjisiz. Demak, Saturnning cheklovi bo'lsa-da, u sizga xayrixoh va qo'llab-quvvatlovchi tarzda sayohat qiladi. Bir tomondan Neptun sevgi munosabatlarini orttirib, tartibsizlikni olib kelsa, bu tomondan Saturn ularni saralash va jiddiy yondashishingizda doim yordamchingiz bo'ladi. Chunki u jiddiy niyatlarni, to'g'ri so'zlikni va mas'uliyat olganlarni yaxshi ko'radi va sizga o'zining katta hadyalarini beradi. 30-iyul kunidan boshlab ushbu 5-sektorda Saturn va Neptunning birlashuvi sodir bo'ladi. Bu avgustning o'rtasigacha davom etadi. Agar sayyoralarning ushbu birlashuvida yuqorida aytilgan mavzular bo'yicha o'z maqsadlaringiz sari rejalar tuzib, katta qadam tashlasangiz, sizga sevgi borasida uzoq muddatli barqarorlikni olib keladi. Bu hayotingizdagi bir noaniqlik va tartibsizlikka barham berish, ba'zi mas'uliyatlarni o'z zimmasiga olib, jiddiy qadamlar tashlash uchun xayrli davr bo'ladi. Siz shaxsiy ishingiz va hobbilaringiz borasida yoki farzand borasida qat'iy va jiddiy bo'lib, rejalar bilan bir ishga kirishishingiz mumkin. Lekin O'qotar burjida sodir bo'ladigan 11-iyundagi to'linoy biroz keskin vaziyatlarga boy bo'ladi. E'tiborli bo'ling. Bunda turmush munosabatlaringiz va ota-onangizning taqdiri borasida, uy
joy va karyerangiz bo'yicha muhim qarorlarni qabul qilishingiz mumkin. 2 yo'l emas, 4 yo'l o'rtasida qolish mumkin. Odatda to'lin oylarda nimadir yuzaga chiqadi. Vaziyat oydinlashadi, qandaydir jarayon tugaydi, kutilgan natijalar keladi va hosilni yig'ishingiz mumkin. Sizda kuch, energiya va agressiya ortadi. Bunda vaziyatni o'z qo'lingizga olasiz va muhim qarorlarni qabul qilasiz. 17-iyundan 7-avgustgacha Mars planetasi 10-uyingizda sayr qilganida u sizga ishingizda, karyerangizda va hayotdagi maqsadlarga erishishda katta faollikni beradi. Bu davrda sizning statusingiz o'zgarishi mumkin, ish joyingizda tartib, tekshiruv va sistemalashtirish ishlarida aktiv qatnashasiz va o'z kuchingizni isbot qilasiz. Bunda buxgalteriya, dokument ishlari, hisob-kitoblar va hamma narsani taxlash, tozalash, tartibga solish, hisobot va rejalar qilish kerak bo'ladi. Ammo albatta Mars sizni bu yerda yugurlari bilan charchatib qo'yishi ham mumkin. Kerak bo'lsa, ish joyida rahbar yoki hisobchi bilan pul borasida janjal qilishingiz ham mumkin. E'tiborli bo'ling, tortishuv natijasi ishdan ketishgacha bormasin. Keyingi hodisa Venera 4-iyuldan 31-iyulgacha turmush o'rtoq munosabatlar, hamkorlar va shartnomalar sektoringizda sayohat qiladi va bunda ajoyib tanishuvlar, uchrashuvlar va kelishuvlar bo'ladi. Sizning e'tiboringiz ko'proq turmush munosabatlari, hamkorliklar va shartnoma imzolashga qaratiladi. Turmush o'rtoq bilan, umuman barcha insonlar bilan munosabatlarda garmoniya bo'ladi va sevgi kuchli bo'ladi. Yolg'iz insonlar uchun turmush qurish yoki unashtiruv uchun uyg'un payt bo'ladi. Urushganlar yarashib olishi uchun zo'r payt bo'ladi. Klientlaringiz ortadi. Moliyaviy jihatdan ham foydali bitimlarga erishish mumkin. Bu davrda Uran ham 7 yilga sizning mana shu 7-uyingizga o'tgan bo'ladi. Avgust oyida esa siz aktiv bo'lib hujjatlaringiz, sayohatingiz, turmush o'rtoq mavzularida va do'stlar, jamoalar bilan bog'liq ishlaringizni amalga oshirish bo'yicha juda katta muvaffaqiyatlarga erishishingiz mumkin. Siz ko'plab tanishuvlar va muloqotlar qilishingiz mumkin. Agar yolg'iz bo'lsangiz, turmush qurishingiz ham mumkin. Katta biznes hamkorliklarni o'rnatish va shartnomalar imzolash mumkin. Ehtimol opa-ukalaringizning farzandi bilan bog'liq kutilmagan natijalar keladi. Keyingi muhim hodisa 7-sentyabrdagi oy tutilishi Baliq burjida 4-uyingizda bo'ladi. Bu ota-ona, oila, sulola, turar joy, ko'chmas mulk va ko'chishlar mavzulariga ta'sir qiladi va o'zgarishlar boshlanadi. Bunda ota-onangiz yoki ko'chmas mulkingiz bilan bog'liq bir masala yuzaga keladi. Ularning hayotida muhim o'zgarishlar bo'ladi. Balki siz boshqa uyga ko'chasiz yoki remont qilasiz yoki oilangiz tarkibida o'zgarish bo'ladi. Nimanidir muddati tugashi mumkin yoki oilada hiyla va yolg'on fosh bo'lishi mumkin. Asosiysi Lilitni vasvasasiga berilmang. 22-sentyabrda esa Quyosh tutilishi Sumbula burjida yana sizning 10-uyingizda sodir bo'ladi. Bunda yana 14-martdagi tutilishga o'xshash hodisalar yuz berishi mumkin. Yana ishingiz, karyerangiz, mavqeingiz, statusingiz va maqsadlar mavzulariga ta'sir qiladi. Otangiz bilan bog'liq bir mavzuda o'zgarish bo'ladi. Ishda vaziyat oydinlashadi va aniq bir qarorga kelish mumkin. Yana ishdan ketish, boshqa ishga o'tish mavzusi, hayotiy maqsadlaringiz yoki ishda martabangiz o'zgarishi mumkin. Ishingizda o'zingizni namoyish etishingiz va yoki yangi bir proyektni ishga tushirishingiz mumkin. Obro'-e'tiboringiz mo'ljalda bo'ladi. Albatta bu davrda barcha masalalarni tartibga keltirish, tozalash, hisob-kitob qilish kerak bo'ladi. Demak, ushbu yil davomida sodir bo'ladigan karmik tutilishlar sababli sizda asosan ota-ona, oila, sulola, turar joy, ko'chmas mulk va ko'chishlar, karyera, status va hayotdagi maqsadlar mavzulari kuchli bo'ladi. Chunki shu mavzularda taqdirni o'zgartiruvchi vaziyatlar ko'p bo'ladi. Oktyabr oyida esa Lilitning hiylalari va sizni nimagadir da'vat etishi kuchli bo'ladi. Yuqorida aytgan gaplarimni eshitib, uning manipulyatsiyalaridan ogoh bo'lishni unutmang. Keyingi hodisa 1-dekabrdan 24-dekabrgacha Venera O'qotar burjida sayohat qiladi. Bu davrda siz gullab-yashnaysiz, go'zallashasiz, quvonchga to'la va ichki uyg'unlikda bo'lasiz. O'z go'zalligingiz bilan insonlarni maftun etasiz va diqqat markazida bo'lasiz. Ushbu davrda ajoyib tanishuvlar, kelishuvlar bo'ladi. Yolg'iz insonlar uchun turmush qurish yoki unashtiruv uchun eng yaxshi payt bo'ladi. Urushganlar esa yarashib olishi mumkin. Turmush o'rtoq bilan umuman barcha
insonlar bilan munosabatlarda garmoniya bo'ladi, sevgi kuchli bo'ladi. Bunda siz pul borasida yangi qadamlar tashlaysiz, pullar ko'payishi mumkin, yaratuvchanlik, ijodkorlik qobiliyatingiz ortadi. Lekin bu yerda Lilitning hiylalariga, ayniqsa yashirin dushmanlarga ehtiyot bo'ling. Orqangizdan qora ishlarni qilishlari mumkin. Sayohat yoki salomatlik mavzularida e'tiborli bo'ling. 2026-yil yanvar oyida esa katta daromadlar olish potensialingiz kuchayadi va barakangiz ortadi. 20-dekabrda O'qotar burjida chiqadigan yangi oy payti sizlar uchun juda ajoyib davr bo'ladi. Bu paytda yangi ishlarni boshlang, yangi qadamlar tashlang, imijingizni o'zgartiring. Bu paytda sizga yangi fikrlar keladi, yangi insonlar bilan tanishuvlar va uchrashuvlar bo'ladi. Yangi munosabatlarni boshlash yoki mavjud munosabatlarda yangi boshlang'ichlar qilish mumkin. Ayniqsa shu atrofda tug'ilganlar uchun bir yil davomida yangiliklar juda ko'p bo'ladi. Hayotingizda yangi go'zal o'zgarishlar bo'lib, yangi sahifani ochishingiz mumkin. Og'ir planetalardan biri Pluton, buyuk transformatsiya va katta o'zgarishlar planetasi 2024-yil 20-noyabrdan boshlab butunlay sizning pullar, daromadlar, daromad manbai, ish, qadr-qimmatlar va ovqatlanish sektoringizdan chiqib ketdi. U sizni 16 yildan beri shu masalalardagi hodisalar orqali o'zgartirayotgan edi. Ko'p o'qotarlar ehtimol pul topish borasida qandaydir krizisga uchradi yoki ishida ko'p kelishmovchiliklar bo'ldi. Balki siz daromad manbaingizni yo'qotdingiz yoki qandaydir bir bosim bo'ldi. Sizning pul topish tarzingizda kuchli o'zgarishlar, ko'tarilish, pasayishlar bo'ldi. Bankrot bo'lib balki ishingizni yangidan boshladingiz, qadr-qimmatingiz o'zgardi. Ehtimol ko'chmas mulk sotib oldingiz. Ushbu davrda ehtiyojlaringiz ortgan bo'lishi va siz o'z mehnatingiz bilan katta pullar qozongan bo'lishingiz mumkin. Shularning barchasi sizni chuqur darajada o'zgarishingizga yordam berdi. Umuman ushbu 16 yillik davrda sizning qadriyatlaringiz o'zgardi. Endi Pluton 20-noyabrdan boshlab sizning 3-uyingizga o'tib, kelgusi 20 yillik hayotingizda muloqotlar, opa-ukalar va sayohatlaringizni shakllantirishda sizga yordam berishni boshladi. Pluton 3-uyga muloqotlar, ta'lim, opa-ukalar, dokumentlar, sertifikatlar, texnika va transport, aloqalar, qisqa sayohatlar sektoringizga o'tdi va sizga shu mavzularda katta o'zgarishlarni olib keladi. Demak, endi sizning opa-ukangiz qandaydir krizisli holatni boshdan o'tkazishi yoki orangizda ba'zi kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Balki ulardan biri ketadi yoki operatsiya mavzusi yuzaga keladi. Ularning oilasida kuchli o'zgarishlar bo'ladi, to'y bo'lishi mumkin, oila a'zolari o'zgarishi mumkin. Balki ular endi pul mavzulari bilan jiddiy shug'ullanadilar. Moliya yoki bank sohasiga, harbiylik, jarrohlikka yo'naladilar. Balki siz ushbu davrda moliya, bank ishi, chet tillar yoki jarrohlik bo'yicha ta'lim olasiz va diplom yoki sertifikatlar olasiz. Bular sizni o'zgarishingizga katta yordam beradi. Ehtimol siz chet tilini o'rganasiz va boshqa tillarda muloqot qilishni boshlaysiz. Shuningdek, texnika va transport borasida krizisli holatlar yuz berishi ham mumkin. Balki siz kreditga avtomobil olasiz yoki uni almashtirasiz yoki haydovchilik guvohnomasi olishga o'qiysiz. Umuman ushbu 20 yillik davrda sizning muloqot shaklingiz, aloqalaringiz va fikrlash tarzingiz o'zgaradi. Boshqa uyga yoki boshqa shaharga ko'chasiz yoki ko'p sayohat qilasiz. Opa-ukangiz kredit olishi mumkin, masalan, telefon, kompyuter, avtomobil oladi yoki shular bilan bog'liq hujjat va remont ishlari bo'lishi mumkin. Jiyanlar va opa-ukalarda yaxshi-yomon katta o'zgarishlar bo'ladi. Ularning to'yi bo'lishi mumkin. Ushbu davrda Plutonning ta'siri orqali opa-ukalarda nafaqat krizisli holat bo'ladi, balki ularga katta pullar kelishi mumkin. Mening Mila Xorazmli nomli Instagramimni kuzatib borayotganlar biladi. O'tgan yildan boshlab insoniyat olamida yangi buyuk o'zgarishlar davri boshlandi. Avvalo Qovg'a burjidagi Plutonning ta'siri sun'iy intellektdir. Ehtimol endi siz internet vositalari bilan pul ishlashingiz ham mumkin. Asosan sizning kuch-qudratingiz 2044-yilgacha muloqotlar, ta'lim, opa-ukalar, dokumentlar, sertifikatlar, texnika va transport, qisqa sayohatlar mavzularida rivojlanadi va ortib boradi. Xiron asteroidi haliyam sizning 5-uyingizda sayohatini davom ettiryapti. Bu sizning sevgi, muhabbat, farzandlar, hobbilar va shaxsiy biznes sektoringiz. Xiron qalb yarasi, ustozlik va shifo mavzularini timsol etadi. Shuningdek, u ikkita degan ma'noni bildiradi. Balki siz ikkita insonni sevasiz, ikkita farzandning majburiyatini bo'yningizga olgansiz yoki ikkita qiziqishingiz bor. Ehtimol sizda sevgan insoningiz yoki farzandlaringiz bilan bog'liq biron bir qalb yarasi bor yoki uning shifo mavzulari bo'ladi. Ammo siz
qalb yarasi ustida ishlash va ularga mehr berish natijasida shifo topasiz. Lekin Xironning 5-uyingizda joylashuvi sizning sevgi, muhabbat, farzandlar, hobbilar va shaxsiy biznes borasida ehtiyot bo'lishingiz kerakligini ko'rsatadi. Bu yil shu mavzular sizga qandaydir qalb yarasini berishi mumkin. Bu bir travmaning shifo topishi payti bo'lishi ham mumkin. 2025-yilning ajoyib hodisasi yilning boshida 12-yanvar kuni Oq oy deb nomlanuvchi Selena 7 oy davom etadigan qisqichbaqa burjidagi sayohatini boshladi. Selena 2025-yil 12-yanvardan 13-avgustgacha sizning 8-uyingizda sayr qiladi. Selena yoki oq oyning yorqinligi yorug'lik, poklik va himoyani anglatadi. Yaxshi karmani timsol etadi. Astrologiyada Lilit, qora oy, negativ va hiyla nayranglarni timsol etsa, oq oy Selena karmik himoya va yorqin energiyani ifodalaydi. Bu insonga hayot yo'lida yordam beradigan to'plangan yaxshiliklari va yuqori kuchlarning yordamlarining ramzi hisoblanadi. Uning sikli 7 yil. 8-uydagi Selena jasur qahramonlar degani. Endi farishtalar himoyasi eng qiyin va xavfli vaziyatlarda siz bilan birga bo'lishini ko'rsatadi. Bu sizga odamlarning hiyla nayranglarining loyqa suvlaridan va hatto zilziladan keyin vayronalar ostidan quruq va zararsiz chiqishga imkon beradi. Yomon tomoni muvaffaqiyatga chanqoqlik sizni xavf-xatarga tortadi. Lekin siz yuqoridan ko'rsatmalarni va ishoratlarni eshita olasizmi? Bu Selenaning mohiyatini tushunishingizga bog'liq. Bu davrda atrofingizda qandaydir xavfli vaziyat yuzaga kelib, siz insonlarga yordam berishingiz mumkin. Masalan, urush va tabiiy ofat paytida odamlarni qahramonona qutqarib, o'z hayotingizni xavf ostiga qo'yishingiz mumkin. Siz ajdodlarning himoyasi ostida bo'lasiz. Ayniqsa, buvingizni tushingizda ko'rishingiz mumkin. Agar siz fidokorlik yo'lidan og'ib, boshqalarga yordam bermasangiz, unda siz ekstremal vaziyatlarda zaifroq bo'lib qolishingiz mumkin. Shuningdek, siz har safar oldindan sezib, turli xavf-xatarlardan qochasiz. Siz hayotiylik va bitmas tuganmas energiyaga va yaxshi immunitetga ega bo'lishingiz mumkin. Bu sizga epidemiya paytida ham kasal bo'lmaslik imkonini beradi, hamda sizning ijodiy qobiliyatingiz ortadi. Ushbu 7 oylik davr siz uchun barcha xavflar bilan bog'liq bo'lgan mavzularning tozalanishi, sezgilarning ortishi, farovonlik, iliqlik va yorug'lik davri bo'lsin. O'qotarlar olov burji, Saturn va Neptunning qo'y burjiga, olov burjiga kirishi va Yupiterning qisqichbaqaga, o'zini eng yuksakda his qiladigan burjiga kirishi sizga barcha sohalarda juda katta yutuqlarga erishishingizda ulkan podдержка beradi. Hamda Plutonning 20 yil mobaynida sizning burjingiz bilan yaxshi joylashuvda bo'lishi sizga oilada, opa-ukalarda, sayohat va dokument masalalarida moliyaviy foydalarni olib kelishi mumkin. Men barcha yangi toza xabarlarni Mila Xorazmli Instagram sahifamda berib boryapman. U yerda yanada ko'proq va to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Videolarimni Ascendent burjingiz, Quyosh burjingiz va Oy burjingiz bo'yicha tomosha qiling, chunki uchalovi birgalikda bizning hayotimizdagi voqealar rivojini ko'rsatib berishadi. Mana sevimli o'qotar burchlarim, 2025-yilgi obzorim, astrologik prognozim nihoyasiga yetdi. Like bosing va fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Astrologik yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying va yangi proyektlarimizni kuzatib boring. Barcha burchlar uchun 2025-yil goroskopini xarid qilish yoki natal kartani izohlash xizmatimizdan foydalanish uchun Telegram manzilimizni video ostida qoldiraman. YouTubedan tashqari bizni Telegram va Instagramda ham kuzatib borishingiz mumkin. Kanallar linklari esa video ostida mavjud. Keyingi prognozlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.